Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Reallığımızın nəzər proqramımızın 17-ci saniyyə görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmələrimiz, hər 2 həftədə bir qətim müşu saatlərdə huzurunuzda buluyatımız. Proqramımız başlayan gündən tatib bugünkücə milletimizin içində özgərtişə tegishlik bolğan reallığımızdakı hər xil məsələlərni nəhayət bir ilmi şəkildə oturuğa qoyub söhbətləşib gəliyatımız. Adı bilen programımızdaki aziz mehmeni, daimlik mehmeni Selçuk Üniversitesi Tarih Fənləri doktoranti şundaqla Şərq Türkistan Ölümalar Birliği əzası və yazğıcı Abdurrahim Dövlət əfəndim təklif qıldıq. Qiymetli vaxtını çıxırıb programımızı qatnışıb gəldiyi üçün adı bilen köp rəhmət etdiniz. Mən sizlərə rəhmət edirəm. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarixləyədir. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrəmiz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qanaq fikir təklif bolsa berişinlərini şundaqla suallar bolsa həm soruşunlarını ümid qılırıq. Şundaqla köplügən qarindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhrləb qoyuşunu həm unutmayasınlar. Biz gününkü elanımızda, bugünkü sanımızda tor dünyasında buluyatqanmış talaş tartışlarga qandaq muamele qilishimiz kerak haqida bu tema haqida paranglashganligimizni e'lonni bergandik. Bugun shu atrofda paranglashimiz hamda hurmatli Abdurrahim Dövlət əfəndim shu masala albatta shu yaqinqi mezgillarda nihoyatda davomli ko'p uchrab turyapti, buni ko'rib turyapmiz har bir Uyg'ur. Her qandaq bir mesele şu ictimai fikir vasitələrində bulubmu oturuğa qoyulub nəhayət qısqa vaqtның içində bunun dərhal nurgun ayıbləşlər, haqarətlər, hətta oturuğa qoyulğan məsələni bir tərəfdə qılıb bu texnik çoğuyub kişilərin şəxsiyyətinə berib taqıldığan, şəxsiyyətinə haqarətləydigan deyəndək bizə yaraşmaydigan millətnin birligini çoğuşqa, ittifaqlığımızı buzuşqa hem düşmenge bir oyun koyup beriş, düşmanla hoş kıldığan bir haletke nihayeti köp uçuravatımız. Şunda bunun düşürüp koyduğun haletini ictimai uçur vasıtırda köp uçurduğatımız. Bu meseleye bir aldı bilen bunun sebebi neyme, bunu bir tahlil qıpıq programımız gibi görsek. Oldu. Biz en avvalılık, şu münazara talaş tartış faydalık mı, ki emes mi o diyen bir noktada kısıkça. Karşımızın sözleriyle. Çünkü münazırının belki sağlam bir münazırının talaş tartışqa ahırda hakaretke ayrılıp geçişi əsli doğru emas. Əsli münazire ait paydalıq bir yüzümüzde ilmimizde texmi çoğunkurlaştırılan düşüncelerimizi sağlamlaştırılan yüzümüzden bilim dairemizde texmi kengaytırılan bir yaxşı vasıta. Ama eğer biz bu talaş tartışaki münazırının en akalli kaidelegi raya kılınmağa vaxtda bu paydalık vasıta bizge bütünley paydasız bir uğuş cengicilerge ayrılıp gitti. Bunun sebepleri gelsek hem de birisi ben her daim üzümüz yaşap ötken biz yaşap çoğun boğan bir cemiyet bizde kanda kurup çıkan diyen noktadan karayını bazı meseleler. Çünkü bir insan özü yaşayan ictimai kurulmanın məhsulu. Gerçi bizden kımrıqın şəxsi iradımız bolsumu, ama yeni çoğun cəhətdən biz özümüz toğulup çoğun boğan cemiyet içinde bir ictimai kontrolluk aslında yaşayımız ve bu ictimai kontrolluk bizden bilip bilmeyen nurgun fikir adetimiz, söz adetimiz katarlıklarını kurup çıkıdı. Biz bəzən özümüz müstakil müşündaq oylayımız degenimizle biz şu xil oylaşqa, şu xil fikir qilishqa, şu xil fikrin ifadeleşke maarif arqılı, teşviqat usulu arqılı, ictimai kurulma arqılı adetlendirilgen. Yani biz Xitay cemiyetinde şu müstemleki cemiyette biz münazır edin, talaş tartışının hali bir muhitti çoğunlanan. Biz okuyan mektepte, ikimizden başlayıp okuyan mekteplerimizde münazire, talaş tartış qilish, ma'lum bir masala haqida bütün o'quvchilar o'zining o'xshamagan ko'z qarashlarini erkin bayon qilish fursati asosan yo'q. Asosan bu yerda tayyor javob mavjud. Tayyor javobni yodlaymiz.
shu tayyor javobni yodlay olsak, imtihonda yuqori numra ola olamiz. Chunki Xitoy ma'rifi, boshqacha aytganda, mustamlaka ma'rifining eng mohiyatli alohidligi yodlashni asos qilish, tushunishni asos qilmaslik. Erkin tafakkurni bo'g'ish, taqlidiy tafakkurni kuchaytirish. Chunki bu shu davlatning uzoqcha siyosiy muqimligini saqlashdagi bir strategiyasi. Chunki fuqarolari qancha robotlashsa, mustaqil fikrdan qancha mahrum qolsa, ular uchun shuncha bexatar. Demak, biz shunday bir muhitda cho'ng'olganligimiz uchun endi biz chet elga chiqdik. Bir xil ozto'la erkin fikr bayon qila oladigan bu muhitga erishgandan keyin biz aslida bu sağlam bir münazirning uslubini beşimizdan o'tkazib o'rganmaganligimiz uchun hozir biroqla erkin sharoitga chiqib qolgandan keyin bir munozirni qanday qilsak to'g'ri shaklda ilib boralaymiz, talash tortishning axloqlariga rioya qila olamiz degan nuqtalardan ojizligimiz ko'rilyapti. Ya'ni o'zimizning hissiyotni kontrol qilolmayapmiz, tilimizni kontrol qilolmayapmiz. Kallamızga kelgan barliq gaplar cho'qim deyilishga tegishlikdek hamma gapni deyapmiz. Endi ana mushu xil bizning ko'nmasligimiz sababidan hozir bu munozara, talash tortishlarda bizning ifodalarimizning bu qadar go'dak bo'lishining menimcha ma'lum bir sababi shu. Ikkinchisi, umumiy jihatdan hozir to'g'ri qilinayotgan munozaralarning, talash tortishlarning mazmuniga, temasiga qarab baqsak va munozir qatnashayotgan ishtirokchilarning munozirdagi ifodalagan mayli axloqiy safosi yoki mayli ilmiy safosini qarasak, ko'ngilda yerim qilg'idek darajada tuvan deyishga bo'ladi. Ya'ni umumiy jihatdan bilim qurilmamiz nihoyat zaif. Unda bo'lgandan keyin biz ma'lum bir temani faktlar bilan mantiqli ilmiy shaklda isbotlash, qarash tarafidan qarashlariga, uning nuqtai nazarlariga ilmiy shaklda raddiya berishga uchuq desak, munozir ishtirokchilarining dasmoyisi, ilmiy jug'lanmasi yetishmayapti. Endi bunday ahvolda qanday yuz berdi? Albatta, siz ma'lum bir munozirda ilmiy javob qaytarishga kuchingiz yetmagan vaqtda cho'qim siz ig'zingizni buzasiz. Chunki biz masalalarni demokratik shaklda yoki siliq shaklda ilmiy usul bilan hal qilishni o'qmagan vaqtda biz bilib bilmay zo'ravonlikqa moyil bo'lamiz. Bu xuddi bolasini chiroyli so'z bilan, o'zining ulgu bo'lishi bilan, adab axloqi bilan tarbiyalashga ojiz kelgan ota-onaning ko'pinchisi qizlar bolalarga nisbatan zo'ravonlik usulini qo'llanadi. Urudi, haqoratlaydi, tillaydi. Chunki siliq usulda masala hal qilishning usulini bilmaydi. Xo'sh. Yani asosli bir sabab shu menimcha. Hadi uchinchisi, bayam deganimga o'xshash biz Xitoyning mustamlaka jamiyatida yashadik. Ig'ir zulmdan keldik bu yerda. Bir mustamlakada yashayotgan kishilarning psixik dunyosi qanoti cho'nqur tamg'a aslida. Ya'ni bizning psixikimizni men shunday o'ylayman. Umumiy jihatdan balki chet eldagi Uyg'urlarning hammasi desak balki xato bo'lmasligi mumkin. Yoki ig'ir yoki yengil darajada psixikimizda ig'ir malamanchilik bor. Gerçi bunu biz doktorga olib kirib, yani psixologlarga ko'rsatib, ular bilan paranglashib, o'zimizdagi masalalarga diagnoz qo'ydirmagan taqdirdami, amaliyotda mendan boshlab balki hammalargacha yengil yoki ig'ir bo'lgan bir psixik qalaymaqonchilik bor. Bizning bu o'zimizning hissiyotimizni, psixik dunyomizni kontrol qilish kuchimizning ojiz bo'lishi, bizning bu munoziradagi talash tortishlardagi ifodamizning shu qalaymaqon, chechilang'o til haqoratlarimizning qattiq bo'lishini keltirib chiqargan bir muhim omil. Ya'ni biz boshqalarning masalan qattiq gaplarga deylik yoki xato ifodalarini bir sokin qalb bilan qabul qila oladigan, unaga tamkin imkos qaytara oladigan, bu xil muvozanati yo'qolmagan bir psixik holatimizni ma'lum darajada yo'qotib qo'ydik. Shuningdek, menimcha hozir bu masala belki tordaki talaş tartışlar emas, belki hazır chet eldeki, muhaciret yaşayotgan, belki barliq Uyg'ur oilalarida az ko'p darajada, yoki yuqori yoki ojiz darajada bizning bu psixik masalalarimizni ifodalari ko'rilishi mumkin. Jidal majrolar balki buning
texim yuqori bo'lishi mumkin. Bu da ba'zi materiallarni ko'rdim. Irqiy qirg'inchilikqa uchragan millatlarning ruhiy dunyosida paydo bo'lgan asorat toki nevrelarga qadar qoladiganligini tadqiq qilib chiqqan maqolalarni o'qidim. Avstraliya, Kanada va Amerikadagi masalan shu yerlik millatlar kelgandiki ularni o'xshash yo'qotgan ya. Ularni lagerlarga so'lagan, ularni qirg'in qilingan. Shu ota-onasidagi psixik asoratning balları ve nevreleriga qadar uning izining yo'qolmaganligini ko'rdim. Buni qarab men aytib, ko'nglim texma yerim bo'ldi. Biz qanday olamiz? Shunga men to'la deymi, chet elda biz qila oladigan qilishlik deyishlik eng muhim ishlarimizdan biri o'zimizning shu psixik tengqurlikni qanday qilsak qilib eng sog'lom tutib turishga tirishish. Xo'sh. To'rtinchisi bir sabab bu malqi şu psixik meselelerge takışı mümkün. Bir misal bile söyleyeyim. Hoş. Mesela siz eğer ma'lum bir şirketde işlediniz. İşten şurada vakitte sizin hocayınız sizin ait katlık yapıldı. Yani sizin bir dekkiniz neydi? Sizin ait köyünüz yerin buldu. Sonra makul başlıkta üye yenip geldiniz. Köyünüzün ait yerim. Şimdi açık vaktinizde oğlunuz yürüyüp geldi. Da bana aldığın dersini hep geldim bu arada. Sonra siz öteyim var. Biraz anladım sana. Tabii siz balığınızda çok katlık yapıyorsunuz. Ameliyette sizin balığınızda katlık yapılışınızı keltirip çıkartan sebep sizin başlığınızdan dekkisi. Ama siz başlığınızda katlık yapılamayısınız. Çünkü onun menfaat, sizin menfaatiniz onun kolunda. Ya ki katlık yapılışına cüret kılamayısınız. Gücünüz yetmeydi. Başlığınızda gücünüz yetmeydi. Şunu olan siz tabi yüzünde siz bu enerjinizi, sizin gücünüz yetmeydi. Siz bu zevk kılamayacak. Balığınızga yoki xotiningizga chiqarasiz uyga. Xo'sh. Xuddi men ba'zida shunday o'ylab qolaman. Chet eldagi hozir birsimizni o kadar yevetkidek bo'ldikki, tillashimiz, vaqirishimiz, haqoratlashimiz. Xitoyni haqoratlash, Xitoyni tillash, energiyamizni Xitoyga qaratishdek asosli maqsadni unutib qolishga oz qolamiz ba'zida. To'g'ri. Men o'ylayman, bu aloqa Xitoyga kuchimiz yetmaydi. Biz uni tillasak, Xitoy bizni qaytirib tillamaydi. Yani bizle kar olmaydı. Belki bir şahs bilen kar olmaydı. Şunu bilen biz özümüzün mevcutluğunu ispatlaş için etrafımızda özümüzün gücü yetadigan kişilerge enerjimizni çıkardıgan bir mahallimiz. Hoş. Mesela biz Xitoy Kompartiyasini haqoratlayamsak, özümüzün teşkilatlarını haqoratlayamiz. Ularga gücümüz yetmese, etrafımızdaki gücümüz yetadiganlardan açıkımızı çıkarırız. Ma'lum derecede bu xil buzilishlarning tagida nihoyatda strategik o'ylangan bir plan yo'q. Xo'sh. Hammadan bir xil ochiqini chiqarmoqchi. Bu ochiqini shu kuchi yetadigan yerlardan chiqaryapti. Masalan, men to'g'ri birini tillasam, u menga javob qaytaradi. Shundan men o'zimning mavjudligini his qilaman. Men gap qilsam, mening gapimga birisi gap qiladi. Agar men bir odam qattiq gap qilsam, ikki qatim javob qaytarmasa, avtomatik holda uning bilan takallashish yoki nima qilishni to'xtab qolaman. Xo'sh. Xuddi shunga o'xshash biz bu yerda o'zimizning bu psixikimizdagi bu qalaymoqonchilik hozir To'g'ri. ruhiy dunyomizdagi bu qalaymoqon energiya o'zining chiqadigan yerini topolmay atrofimizdagilarga chiqyapti. Chunki kuchimiz atrofimizdagilarga yetyapti. Bu vatanda shundaqdi. Vatanda kuchimiz hukumatga yetmasa atrofdagilarga yetyapti. Xitoyga yetmasa özümüzün milletiga yetyapti. Özümüz arasında cidal majrada o kadar enerjimiz güçlü. O kadar hareketchan, o kadar cesur bo'lib ketamiz ki, agar bu cesurluğumuz, bu enerjimizni yaxshi yo'nalishga ishlatadigan bo'lsak, dushmanga qarata olgan bo'lsak, menimcha qil natijani qo'lga keltirishimiz mumkin. Nima uchun biz dushmanga qaratmaymiz deganda, hozir dushmanga qaratsak, uning natijasi xuddi tez ko'rilmagandek ko'ringachga bizning unga taqatimiz bo'lmayapti. Shuning bilan biz kuchimizni atrofdagilarga qaratyapmiz. Atrofdagilarni tatalash, atrofdagilarga sanchish, ularga nashtar urish orqali o'zimizning dunyoda mavjud ekanligimizni isbotlayapmiz va shuning bilan o'zimizga bir psixik tasalli tepiyapmiz. Hem de ahırda bir sebep çokum
tor dünyasida chet elda maxsus shu fitna fasod taqitadigan yoki fitna fasodga urug' soladigan yoki fitna fasod chiqib qolsa uningga darhol may qo'yadigan Xitoyning xizmatlik maoshliq jasuslari bor. Xo'sh. Ya'ni yaxshi xabarlarni taqatmaydigan, yomon xabarlarni tez taqitadigan bunda bir kishilar bor va bizmi psixika ro'yijatda shu xil fitna fasodlarga favqulodda xuma. Xo'sh. Shu bizga xo'sh yoqadi. Yaxshi bir gapni anglamasaqmi, ammo fitna fasod yoki haqorat tillashlarni ko'radigan, anglaydigan odam, yaxshi gapni anglaydigan odamdan natijasi chiq bo'layotdi. Ammo endi oxirida shuni ta'kidlab qo'y, bu sabablar bilan. To'g'ri Xitoy jasuslarining ko'pligi yoki ularning maxsus fitna fasod taqitishi bizning bu fitna fasodga tang jo'r bo'lishimizning xato emasligini, buning bir amal yo'q ish ekanligini bildirmaydi. Xo'sh. Oddiy aytsak, u jasuslar nima ish qildi? Ular amaliyotda bir nag'ma chaladi. Bu nag'maga usul o'ynash, ya'ni to'lg'ash yoki to'lg'amaslik bizning ishimiz. Endi siz to'lg'ab bo'lgandan keyin, endi ular nag'mani chamagan bo'lsa, sozni, men to'lg'amaydim desangiz to'g'ri emas. Chunki bu bel sizning. Bu belni to'lg'ash yoki tuz tutishning qarorini biz beramiz. Shunlashqa hammani nag'ma chag'uvchilikni ortib qo'yish orqali o'zimizning usul o'ynab ketganligimizni aqlasak, toza to'g'ri bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh. Birinchi savolga shunchalik. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi, go'zal misollar bilan ichib berdingiz. Haqiqatan hamda ichinishliq bir vaziyat. Bizdek bir eng ön bo'lishga, eng ittifoq bo'lishga, nishonni dushmanga qaratishimiz kerak bo'lgan bir vaziyatda irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir xalqninki shunchalik kichkina bir ishlarga ko'tarilmay chiroyli o'tirg'a qo'yilgan masalalarni birdamning ichida boshqa yerlarga ketib qolishi haqiqatan ichinishli bir masaladir. Siz keltirgan misoldan birisida hatto cho'nglar masalan ishlayotgan xo'jayindan gap anglab qilib uyga berib balasiga qo'pollik qilgan misolni keltirdingiz. Shu vaqtida mening kallam bir o'z vaqtida hatto cho'nglardan emas, normalda kichik bolalarmi masalan shu ota-onasidan yoki saboqdoshlaridan yoki o'zining cho'nglardan birisidan bir zarbaga uchragan bo'lsa, qo'pollik uchragan bo'lsa, u cho'qim u dadini cho'ngdan ololmag'achqa ash ichidagi shu dadni cho'qim o'zidan kichik yo o'zining ojiz maktabdagi yo saboqdoshiga yoki uydagi kichik ufqisiga cho'qim bir zarba bilan chiqarib olmay qolmaydi ekan hamda. Cho'qim chiqarilganda bir shaklda o energiyani chiqarmasa olmaydi, salbiy energiyani, chunki boshqalardan oldi, o'zining cho'nglardan oldi. Demak, bu ko'rayotgan tor dunyosida ko'rayotgan bir masalalarmi mush psixikimizning jiddiy shaklda ustun bo'lib ketganligi, o'zimizni tutib olmaganligimizning bir masalasi, natijasi ekanligi ko'rinib turdi. Hamda shundoq bir ahvollardan albatta bir qancha darslar bilan yoki suhbatlar bilan millatninki o'ngishilib ketishini kutish albatta belki cho'ng bir kutish qoldi deb qarayman-da. Shunda bo'lsa-mu har bir ko'rganlarimiz, har birimizga bir yaxshi bir nim bo'lish uchun kunda chunki har birimiz bu ijtimoiy uchur vositalarini bir shaklda ishlatamiz, bunday narsalarga uchrab turamiz. Buningga qanday bir o'sha uchirgan vaqtida mayli o'zimiz uchraylik yoki boshqalar shunday o'tirg'a selinib tashlansin. Bunday masalalarga qanday bir pozitsiya bildirishimiz kerak? Mushaqda biroz to'xtalsangiz. Menimcha biz avval buningda kishilarni ikki kategoriyaga ayirishimiz kerak. Birisi shu bahs munoziraga bevosita qatnashayotgan ishtirokchilar. Ya'ni shu talash tortish tarafdorlari. Shuni qilayotgan rolchilar. İkincisi etrafdagi tomoshabinlar. Ya'ni uni ko'rayotganlar. Yoki aslida imkon sezayotganlar. Chunki har ikkalasining qiladigan ishida ma'lum farq bor. Xo'sh. Birinchi turdagi kishilarga nisbatan, ya'ni munoziraning ishtirokchilari yoki bosh rolchilariga nisbatan menimcha tuandagi bir qancha nuqtani ta'kidlashni to'g'ri deb qarayman. Birisi, agar siz ma'lum bir masalada talash tortishga kirgan bo'lsangiz, munozira kirgan bo'lsangiz, birinchi shart cho'qim samimiy bo'lish kerak. Ana bu aloqa insonning samimiyligini o'lcholmaymiz. O zodi samimiymi emasmi, u faqat
Allah bilan shu insonning o'ziga aydi. Qolganini isbotlash intayin qiyin. Ba'zi ish harakatlari orqali albatta ma'ning samimiyligida gumon bor deb hukmimizni o'tirib qo'ya olsakmi, ammo oxirgi tomg'ini besish nihoyat tez. Uni birinchi qilishimning sababi siz qancha bilimli bo'ling, sizning iddaolaringiz, qarashlaringiz qanchalik mantiqli bo'lsin, ammo sizning yetmoqchi bo'lgan nishoningizda samimiyatsizlikni o'z ichiga olgan bo'lsa, bu hergiz kutgan yaxshi maqsadga yetolmaydi. Xo'sh. Kutgan yaxshi maqsadga yetolmaydi. Masalan deydi, bir bilimli bir odam agar o'zining munorini tiklash uchun munozara qilsa, ya'ni ma'lum bir ilmiy masala hal qilish uchun emas. Xo'sh. O'zining obrazini tiklash uchun munozara qilsa, o vaqtda bu munozara o'zining o'rnini tiklash uchun asosda hatto yolg'on aytishi mumkin. Bu yerda yoki gapdonligidan foydalanishi mumkin yoki texnik axloqsiz usullarni qo'llanishi mumkin. Shu samimiyatsizlik barliq axloqsizlikning onasi. İkincisi, bu münazirede qatnaşqıch taraf kim bo'lishini qat'iy nazar cho'qim paketni asos qilish lozim. Bu paket pek muhim narsa. Xo'sh. Biz paketga pek ahamiyat bergan millat emas. Paketni asos qilish lozim. Nurg'un gaplar qarmoqqa quloqqa yaqin aqlga uyg'undek ko'ringani bilan uni paket bo'lishi noto'g'ri. Şunlaşqılık, eğer siz paket digili boğadek narsani oturup koymay, o'zingizning gapini qanchalik qiling, bu putrab turolmaydi. İkincisi, paketning keldigani logika, mantiq. Chunki paket ma'lumotdan iborat. Bir mantiqlik qalliga ega kishi bu ma'lumotlarni chiroyli ratlab, andan keyin bir bilim sifatida o'tirib qo'ydi. Ya'ni o'zi ko'z qarashini bir sistemi süpütüde oturup koydu. Eğer o mantıqıdan mahrum kişiler en yaxşısı münazir qilmay, talash tartish qilmay deb boshqalarning vaqtini, boshqalarning hissiyotini isrof qilmaslik lozim. Endi bu yerda mana bir muhim narsa bor. Paket logika degan vaqtda masalan ma'lum kişiler paketini oturup koygan bo'lishi mumkin. Ammo o paket logikali qurol bilan yaxshi yo'g'rilmasa, o paketning o'zimi nima bo'lishi mumkin? Boshqalarni xato yo'lga yetaklaydigan, qaymoqtiradigan bir narsa bo'lishi mumkin. Masalan, bir misolni deylik. Buni faoliyatchilar Xitoylar bilan chet eldagi demokratik Xitoylar bilan yig'in ochdi. Demak, ular Xitoyga setildi. Bu yerda Xitoylar bilan yig'in ochdi degan narsani bir paket deyish mumkin. Ammo bu paketga asoslaniblar o'zimizning faoliyatchilarining shu yig'in bilan darhol Xitoyga setilib ketganligini keltirib chiqarish u to'g'ri logikali xulosa emas. Ammo anglag'uvchilar bu xil logiksizlik bu taraflarga inchki diqqat qilib ketmaydi. Anlab da, shunday qilibdimi? Debla ular degan gapga darhol ishinib qoldi. Yani Xitoylarga setilib ketibdi deydi. Amaliyotda bu paketdan foydalangan, ammo noto'g'ri mantiqlik yo'li bilan kishilarni qaymoqtirishdan iborat bir ish hamda. Xo'sh. Andan keyin 4-muhim nuqta va 3-chi. Axloq. Har qanday vaqtda axloqni munozara muayyan bir axloq qoidalari ichida elib beriladi. Qarashlarni biz yoqtirmaylik, biz 3 kishi bo'lsin yoki amroq kishi bo'lsin, munozara qilishgan, talash qilishgan vaqtda eng aqalli axloq qoidalari. Uning ichida qarashlarning shaxsiyatiga hujum qilmaslik, uning taqdirini nasr qilmaslik, ya'ni qarashlarning shaxsiyatiga munosabatli bo'lgan gap so'zlarni emas, balki muayyan bir fikrni yoki masalani munozara qilish lozim. Gap so'z jumlalarda chuqur ig'zini buzdigan haqorat xarakterdagi barliq so'z jumlalarni qo'llanmaslik kerak. Bu bir bek aqlli qoida bo'lsin-mu, ammo biz o'zimizning hissiyotni kontrol qilish kuchimiz yo'q bo'lmag'ach qoldi. Bayam degandek bu psixik besimlardan kelgan bo'lishi mumkin.
yoki biz shunday yetishtirmagan bo'lishimiz mumkin. Sovuqqonligimizni saqlab turib, gerçi qarshi tarafni har qancha yoqtirmasakmi, shu munozara qoidasi ichida, shu axloq ichida munozara qilishni o'rganishimiz kerak. Masalan, deylik Turkiyada yoki g'arbdagi nurg'un davlat yashayotgan qarindoshlarimiz o'z davlatidagi demokratik partiyalarning rahbarlarining o'zaro munozaralarni televizorda ko'radi. Bizni ko'ramiz. Xo'sh. Boshqa narsani demaydi. Masalan, Turkiyada mayli AK Partining milletvekilleri yoki CHP'nin yoki boshqa partining milletvekilleri chiqsa-mu, gerisi birisi-birisini yeb ketgidek darajada o'ch bo'lsa-mu, yana Sayın Başbakan, yani Canabi Başbakan, Canabi Reis Cumhur degan so'zni ishlatadi. Yani sili o'zlari degan so'zni ishlatishni unutib qolmaydi. Ammo biz birdamda o ig'izdan chiqara olmaydigan haqoratli gaplarni munozaraga qo'shimiz. Bu xil gap so'z jumladagi samimiyatsizlikni ifodalaydigan, qarshi tarafni tushirishni maqsad qilgan ta'na, kinoya, sesiq so'zni ishlatilgandan keyinla bayon deganimizga o'xshash bu munozarani sog'lom elib berish qat'iy mumkin emas. Chunki dastlabida xato bo'lgan bo'ldi. Endi bu yerda shuni qo'shib qo'yaylik. Qur'oni Karimda bunda ikki oyat var. Birisi Allohning diniga chaqirgan vaqtda ud'u billati hiya ahsanu diye bir oyat var. Bunun ma'nosi en güzel vasıtalar bilen Allah'ın diniga davet qildi. Yani bir adamni, bir musulmon muayiti haqorat bilan, qattiq gap bilan tillab islomga kirolmaydi. Davatning yo'li u emas. Billati hiya ahsanu deganning ma'nosi en güzel barliq vasıtalar bilan degan gap. Mayli muomaladagi vasita, mayli so'z jumla, shundaymi? Shunda diniga davet qilmaydi. En ulug' ishning usuli en güzel. Yana bir oyatda Sura Tahaning 44-oyatida Allah Musa alayhissalom bilan qarindoshi nimani? Harunni Fir'avnga aytgan vaqtda faqula lahu qawlan layyinan dedi. Bu ma'nosi nima? Xo'sh. Yani sen Fir'avnga yumshoq gap qilgin. Endi o'ylab baqaram, bizning oramizda qancha nachar, qancha eski odam bo'lsa-mu, Fir'avnchilik eski emas endi. Allah Qur'onda Fir'avnga bo'lsa-mu, sizlar gap qilgin degan yerda bizning birisi-birimizga sizlar gap qilmaslikka hech qanday haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Endi 5-si, 4-si. Shu munozaralarga men diqqat qilib baktım. Bütün munozaralarning xarakterini, rangini buzib o'tadigan bir ish bor. Shu munozaraga yoki talash tortish qatnashuvchilar nihoyatda tezda qarshi tarafning niyatini o'qiydi ekan. Va qarshi tarafning niyatiga hukm qiladi ekan va buni ifodalaydi ekan. Shuning bilan bütün munozara shu yerda yiqiladi ekan. Masalan deylik, bunun bu namoyishga chiqishdagi maqsadi qahramon bo'lish deb qo'ysangiz O'zbekistonga. Demak, buni bilan davomli munozara qilish mumkinmi? Chunki darhol jidalni boshlaymiz. Chunki bunun g'ayzi millat uchun vatandoshga xizmat qilish emas, faqat o'zini qahramon qilib ko'rsatish degandan iborat. Uning niyatiga tayyor bir narsani o'tirib qo'ydingiz. Ya'ni uning niyatini o'qidingiz. Hech bir odam o'zining niyatini unda o'g'irishini yaxshi ko'rmaydi. Hatto u to'g'ri bo'lgan taqdirda. Hatto siz uni to'g'ri tepib olgan taqdirda uni ochiq oshkora o'tirib tashlash, ular bu to'g'ri yuzida to'g'ri tashlash, o'tirib tashlash. Bu o'liqi normal bir munozarani talash tortishni butunlay buzib o'tadi. Shundaqla hozir umumyuzda kasal ekan hamda bizniki. Shu o'zimizga o'xshamaydigan kishilarning niyati cho'qim yomon deb qaraydigan ig'ir marazdan birisi bor. Undan bilishni ataydi. Boshqalarning fikrining bizga o'xshamasligi ularning niyatining razil ekanligini bildirmaydi. Ular balki biz tutgan yo'lni unumsiz yoki g'alabaga olib boradigan yo'l usul emas deb qarab, boshqa bir yo'lni tanlagan bo'lishi, shuni muvofiq ko'rgan bo'lishi mumkin. U ijtihodiy tanlashida xatolashgan bo'lishi ehtimoli bor. Chunki bizningmi bor? Bu xil ehtimollar har ikki tarafga o'rtaq. Ammo biz faqat uni deysak bo'ldi. Sening tutgan yo'ling, usuling maqsad nuqtasini aytgan vaqtda yoki unum nuqtasini aytgan vaqtda foydasiz yoki natija unum ekanmaydi deb talashsak bo'ldi. Ammo biz uni bilan qarorimiz yo'q.
sening garizing bölgünchilik qilish. Sen bizga hasad qilganliging uchun sen ayrim bir tashkilot qurding deganga o'xshash bu xil ifodalar bu aramizdagi dushmanlikni yoki aramizdagi ixtilofni dushmanlikka aylantiradi. Agar dushmanlik bo'lsa, buni texmo uzul kesillashtiradigan xatarlik bir ish. Shunlashqa batda ichimizda bo'lsa-mu, buni ichki chambaraklar ichida o'zaro deyishsak mayliki, ammo ochiq oshkora boshqalarning niyatining chataq rezil ekanligini o'tirib qo'yish, so'zlash hem axloqsizlik, hem xato. Chunki Alloh Qur'oni Karimda bilmaydigan narsanga ergashmaydi. Ya'ni gumon haqni isbotlashda hech nimaga yaramaydi degan. Bizning dinimiz pokit aql bilan hukm qilishni talab qilgan. Gumon haqni isbotlashda hech nimaga yaramaydi degan oyatni biladigan turiblik. Ammo kishilarning niyati haqida biz u qadar amin gumon qila olamizki, bu bek xatarli. Xo'sh. Şu oxirdagi 6-nuqta munozir davomida bu bek tasishdan birisi temidan chetlamaslik lazım. Ma'lum bir masalani o'tirib qo'ygan ekanmiz, mumkin qadar shu markaziy tema atrofida munozira olib berish kerak. Ammo menda munozira emas, hatto biz yig'indimi temadan chetlaymiz. Ma'lum bir yig'inga tema qo'yamiz. Shu yig'inda tema kelib bo'lguncha 20 soat, 1 soat vaqtni boshqa gap bilan o'tkazib, undan keyin oxirida kelamiz. Bu bizdeki umumyüzlük bir egil kesellik olib qoladi. Uyning yanına kelib bo'lib, bu uyga derazdan kelimi yoki eshikdan mi deb uni topolmay bir 20 soat aylanib baraman keyin bir yerdan kiramiz ish qilib. Bu shu temidan chetlagandan keyin munoziraning talash tortishda hech qanday qimmat olmaydi. Endi yuqorqi gaplar munoziraga qatnashuvchilarning diqqatiga sunilgan gaplar. Hamda bizga o'xshash yoki boshqalarga o'xshash tomoshabinlar. Buni sirtida ko'rayotganchilar bor. Ulu qanday qilish kerak deganda, ulu qildigan 2-3 ish bor. Gapim beryapamda. Men gap qilavering. Kelyapti. Tamam. Yani ular tomoshabinlar, ya'ni bu munozirani sirtdan ko'zlayotganlar, qaysi taraflarning o'tirib qo'ygan qarashlarining asosi yo'qmi? Akit gap qilyaptanda yoki ko'z qarashini so'zlayaptanda deganlarga alohida diqqat qilish lozim. Ya'ni fikrlarning logikali qurilmasiga mantiqiy diqqat qilish lozim. Bunda deganda bu ko'rgicha bir haqiqat bilan sapsatni, ko'z qarashi bilan pokitni farqlantirlik bir tanqidiy aql bo'lishi bekmi. Olmay qolsa, bizga to'g'riroq bizni sal hayajonlantirgan, qenimizni qanday gapning keyindan ko'miter yugurib chiqishimiz mumkin. Ondan keyin uni tashlab etib, biz xuddaliki manda bo'lsa qo'nmaydi. Traktorning kuzupiga o'xshash qaysi boshqa ilib qo'ysa, shuning keyindan ketavergan bo'lib qolsak, bu chaqda biz odamiyligimizni yo'qotgan bo'lamiz. Xo'sh. Ya'ni so'zlayotganlar pokit bilan gap qilyaptanda, mantiqi bilan gap qilyaptanda. Masalan deylik, bir odam haqida bir munozir qilishyapmiz. Bu odam balki bizning tariximizdagi, bizning davoyimizda uzun kurash qilgan bir odam bo'lishi mumkin. Balki bu odamning tutgan yo'lida, siyosiy tashabbusida qo'llangan vositalarda ma'lum masala bo'lishi mumkin. Xo'sh. Ammo mesela birisi chiqib, paloni xoin desa, anglag'uchi, "Voy, buni paloni xoin dedi. Bu rost xoinkan" deyish, bu bek aqlsizlik. Hech bo'lmasa anglag'uchi qanday qilish lozim? Bu o'zining hayotini 20 yil, 30 yil mush da'voga ishlatgan yo'l, mush da'vo yo'lda mangan odam ekan. Buni bir izlanib boqay. Bu haqiqatan pokitchilar gap qilyapti yoki emasmi degan narsani o'ylay olishi lozim. Yani bir mantiqliq, bir kalla aql bo'lishi lozim. O'xshashlar ikkinchisi yanala axloqni ta'kidlaymiz. Chunki bu yerda inkas yoza olamiz ya. İnkaslida her ikkili tarafni haqoratlaydigan bu xil so'z iborani qat'iy qo'llanmaslik lozim. Endi Payg'ambar alayhisalom shunda degan, shu munofiqning alomatini so'zlab, munofiqning bir alomati jidallashib qolgan vaqtida og'zini buzdi. Hozir qarasak,
Hatta nurg'un diniy salohiyatga ega kishilardir bu. Nurg'un shu munozaraga yaqindan yiroqdan ishtirok qilayotgan kishilarda favqulodda ig'zini buzish, haqoratlash. Yani bu xil kishilarning amaliyotda millatga foydali bir ish kelmaydi deb o'ylayman. Shunga bu axloq eng aqalli bir talab. Tomoshabinlarmi bu qoidaga amal qilishi lozim. Qanday ahvolda o'zining axloqiy petini buzmasligi kerak. Ana to'rtinchi eng muhim nuqtaning birisi, shu qatnashuvchilar menimcha foydasiz fitna ig'vo xarakterdagi asossiz munozara talash tortishlarni to'plarda o'zining sosyal media hesaplarida taqib yurishini hech qanday hojati yo'q deb o'ylayman. Bu şeyga kelganda bir hadis isim keldi. Peygamber Aleyhisselam shunday degan. Bir odamning anglaganli gapni taqib yurishi uning yolg'onchi bo'lishiga yetarli. Yetarli. Ana bunda bir o'ylab boqaylik. Masalan, men bir gapni anglagan bo'lishim mumkin. Ammo u gap rost bo'lishi mumkin. Yani Peygamber Aleyhisselam nenda aytdi? Anglaganli gapni sen taqib yurma deyapti. Anglaganli gapni taqib yurma. Deganning ma'nosi foydali, foydasiz olsun hamma gapni taqib yurish bizni yolg'onni taqib selishga elib bordi. Çünkü biz onu ispatlab bakmasdan, onun manbaini sürüştürüp bakmasdan, fakat bizden aslında iştihayımızla mos kelganlik diye. Avazınız ketip kaldı o. Tor üzülüp kaldı mı karşı tarafta? Kayıt kirişini saklamdık ya ki. Kayıt kirip bu için ben biraz ustazın sözlerini anlap ötü kadarlı körülmelerimiz hem de. Bu sözler mağamamda şu nesini eslettim. Hakikaten tor dünyası da naiti muşu çet elde yaşayıp durup mu ben vatandaşında usta kalemin aiti küçülük yazgıçlarımız var hem de makalelerini, kitaplarını okusa insan okuğan sıra tüyümü geçe kuyup koyğuz kelmeydiğen aşında usta kalem egileri vardı. Bugün muş çet elçilikte mu şunda küçülük kalem egilerini görüşümüz insanı suyundurdu naiti. Meselelerini güzel iş berdiğen naiti oturuğa koygan fikirleri söylediğin yazgıçlarını körümüz bazı tahalluslu, harxil tahallus işlediğen bazı öz ismini koyatkan degendek. Hem de yukarıda söylep ötgendek Abdurrahim Devlet Efendimiz söylep ötdemiz. Madem iken bu olqa harxil talaşlardan çıkırıp atqalda mesela Xitayninki bu koşullarının bayık geldiği hemmizge enak. Bulağa parva qılmasligimiz, bulağa ularning bazarını çıkarıp vermeslikimiz intayin muhim bir mesele bu biz için. Yukarıda Abdurrahim Devlet Efendim hazır kirdi, ben hem de bir sözünü başlayıp ötmem, hazır sizinki sözlerinizin təsiratını söyleyip ötmem hazır. Hem de bu şundak, madem ki dünyanın arqandaq yerdeki qolda qalem təvətələydiğən, bu milletdeki küyündüğən, bu milletinin bazı özgərtməkçi boğan, ya ki təşkilatlarının aşıdaki məlum bir meseleni özgərtməkçi boğan kişiler samimi boğan iken, niyeti de samimi boğan iken, işletken uslubu da yukarıda ayetlerin misal keltirdi, hadisini misal keltirdi. Harun aleyhisselam bilen Musa aleyhisselamın ikisininki Firavunga evetligen vaqtidagi narsalarni misal keltirdi. Niyet samimi boğan iken, milletimiz içindeki yoki tashkilotlar ichidagi yoki bir shaxs ichidagi bir masalani o'zgartmoqchi bo'lsak, shu ustaligimiz, shu qalam quvvatimiz bilan bu millatninki yuragini yirtalaydigan, ta'sirlantiradigan uslubni ham ishlatalaydik. Albatta men tanqidiy fikr bo'lmasin deganlik emas. Bo'lsin joyida, ammo butun adab axloq chegarasini o'tib ketmagan shaklda bo'lsa, bu nima degan yaxshi bo'ladi. Albatta küçülgen aldığımızdaki bizge ölç, biz bilen bir fikirde emas insanlar mı şu
o'tkir qalamlar bilan yozilgan, nihoyat bir güzel, samimiylik bilan yozilgan bu qurlardan, bu maqolalardan yoki bir taklifdan menimcha ta'sirlanmay qolmaydi deb qarayman. Uning uchun bir tishlab olish, bir doritmalab bir gap qilib olish, shaxsiyatiga hujum qilish, oilasiga hujum qilish, bu narsa bo'lmasa, samimiy holatda o'zgartirilmoqchi bo'lgan narsa o'ttirg'a qo'yilgan bo'lsa, chuqur nurg'un narsalar o'zgargan bo'ladi deb qarayman. Chunki yo o'ylab boqaylik, Rasulimizga yuqorida Harun alayhisalom bilan Musa alayhisalomning gapida tilga aylandi. Olimlarga rahmat qilib avatilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh nima deb duo etadi? O'ylab boqaylik. Fabima rahmatin minallohi linta lahum. Sen Allohning rahmatla ularga muloyim bo'lding. Agarda qo'pol, nihoyatda qalbing qattiq bo'lgan bo'lsa, atrofingdan tarab ketgan bo'ladi dedi. Bir payg'ambarni tasavvur qilib boqaylik. Shunda bir payg'ambar, uning fasohatlik so'z qilish nutqi dunyoda uningga berilgandek hech kimga berilgan emas. Ashundoq bir payg'ambarga agar qo'pol bo'lgan bo'lsa, atrofingdan insonlar tarab ketgan bo'ladi dedi. Muloyimlikdan iborat bu ne'matni berganligini deyapti. Biz hamda bugungi dunyodagi har qanday bir millatning ichki narsani o'zgartmoqchi bo'lganlar biz payg'ambar emas, yo bizga vahiy tushmagan, yo payg'ambardek biz notiq emas. Bir millatning ichki bir narsani o'zgartaman deb turib, bu shaklda birdamda haqoratga tushib ketsa, uning orasida har xil gaplar bo'lsa, qandaqmi biz ko'zlagan nishonga yetalaylik? Yetish mumkin emas deb qarayman. Shuning uchun bu masalaga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Abdulim Davlat apandim kirdi. Shu kelgan yeringizni mashab davom qilgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Oxirida shu narsani degim keldimmi? Shu tarqitish masalasi bor. Tarqitimiz bormi? Men bir hadis so'zlar tarqitdim. Anglagan narsani hammani tarqitish. Anglagan narsani hammani tarqitish. Qarmoqqa biz uning ichida nurg'un to'g'ri narsani tarqitishimiz mumkin. Anglagan narsaning hammasi yolg'on bo'lishi mumkin. Ammo Payg'ambar alayhisalomning anglagan narsaning hammani tarqitishi sening yolg'onchi bo'lib qilishingga yetarli deganning ma'nosi. Anglagan narsaning ko'pinchisi isbotlashni ayta qiyin. Xo'sh. Isbotlashni ayta qiyin. Isbotlash qiyin bo'lgan, foydasiz yoki foydasini yeni qo'ymagan nurg'un gaplarni hammaga tarqitib yurish bir odamga men o'xshab bilib bilmay nurg'un foydasiz narsalarni tushib yurishdan iborat bir gunohni keltirib chiqardi. Shunlashqa nurg'un tarqitishga tegishli yaxshi mazmunli tug'ayada xuddi o'yindek qiziqarlik his qilib butun chet eldagi Uyg'urlarning psixikasini texnik buzadigan, bizni texnik umidsizlikka boshlaydigan, ammo uni bilsakmi hech nimaga foydasi bo'lmaydigan uchurlarni birsimizga shu ig'izimizga tomoq tiqqandek tiqishimiz, top-to'plarda etishimiz, taqishimiz, menimcha qo'l ko'tarib nolilashga o'xshash, yaxshi ish qilma deb yomon ish qilgan bilan o'xshash bir ishmiki deyman. Xo'sh. Va yana oxirida siz bir gapni deganingiz esim keldi. Yana bir hadis esim keldi. Shu barliq chet eldagi barliq kishilarga yoki shu munozaraga qatnashayotgan yoki bir ishni isloh qilamiz deb harakat qilayotgan kishilarga bir hadisni eslatgim keldi. Payg'ambar alayhisalom Allah yumshoqdir dedi. Innalloha rafiqun. Allah rafiq ma'nosi shu muloyim, yumshoq deganda. Allah yumshoqlikqa, ya'ni muloyimlikqa, qattiqlikqa bermagan narsani bergan. Yani bunun ma'nosi nima desa, biz agar isloh qilmoqchi bo'lsak, o'ngishmoqchi bo'lsak, bizning vositamiz, bizning usulimiz muloyimlik va yumshoq bo'lishi kerakki, niyatimizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar bizning zo'ravonlikqa tayangan, qattiq tilga, haqoratga tayangan gaplarimiz isloh qilish emas, balki yana texmi ig'ir buzilishni, buzg'unchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Men shunchalik so'zlayman. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh bu kutgan umidlar, bu so'zlangan mazmunlar inshaalloh buni anglaydigan nurg'un kishilarimiz, xalqimiz chiqadiganligi ishimiz, umid qilamiz. Hammamiz o'zimizni o'zgartirishga tirishsak, niyatimiz ma'lum bir narsani o'zgartirish, samimiylik bo'lsa, albatta uning natijasini Alloh ko'rsatgusi deb
qarayman. Endi oxirida shu so'zingizning oxiri men shu bir narsani qo'shib qo'ygim kelyapti endi. Bu faqat Facebook'dan iborat yoki boshqa ijtimoiy uchur vositalardan nurg'un insonlar ko'radigan yerlar emas. Men shunday narsalarni anglayapman, shu WhatsApp guruhlari yoki bo'lmasa Clubhouse deydigan yerda bo'layotgan jidal majra bir-biriga bo'lgan so'z narsalarniki inson yig'iza olmaydigan darajada ishlarning bo'layotganligini anladim. Endi yuqoridami deb o'tgandek shu narsa esim kelib qoldi bu gaplarning orasida. Hatto odamlarning parvardigori Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chig'ida deganki endi shu ikki odam uning qashiga sizlarning biringlar kelib mana bir dardinglarni yoki bir ishni o'ttirg'a qo'yib kelgan bo'lsanglar, biri shu ikki kishidan birisi nihoyatda gapdan, so'zman, qoyil qilish kuchi nihoyat yuqori bo'lishi mumkin. Va men uning shu so'zini anglab, shuning mush haqkan deb ikki kishining masalan birisini desak, palani haqliqkan deb shuning foydasiga hukm chiqargan bo'lsam, amaliyotda ahvol u so'zmanning emas, yana bir tarafning haqliq bo'lgan bo'lsa, shuni bilinglarki, men uning uchun jahannamning o'tning bir parchasini uningga hukm qilib bergan bo'laman degan bir rasulimiz bor bizning. Bugun buni biz ijtimoiy uchur vositalaridagi hayotimiz deb boqaylik. Birimizning so'zmanligi yoki kishini qoyil qilishdagi kuchimiz, yezishimizdagi bu maqol yezishdagi yoki bir temin yezishdagi kuchlikligimiz bilan nurg'un xalqni oqimizga selib, ma'lum bir shaxs yoki tashkilotga hujum qildira olishimiz mumkin. Oqimizda nurg'un insonlar qalamqon qilib, tor dunyosida bir qancha hafta nurg'un xalqni ularga, u jamoatga yoki u kishiga yaqinlashmaydigan, uning butun ishlarini vayron qilib o'tadigan qila olishimiz mumkin so'zmanligimiz bilan, uslubimiz bilan. Ammo haqiqat unda bo'lmay qolsa, Allohning nazarida unda bo'lmay qolsa, o'ylab boqaylik, shu nimaga saqsaq o'zimizni qanchalik o'zimiz bilmagan asosda birilarininki tuhmatga uchrashiga, birilarining haqoratlanishiga sabab bo'lib qolsak, qanday bir natija ko'ramiz Allohning oldida degan bu narsani jiddiy o'ylanishimiz kerak deb qarayman. Rabbim ömür bersa inshaalloh oldimizdagi sonda boshqa temada ko'rishguncha aman bo'lg'ay.